Assalomu alaykum, muhaciret dünyası yaşayotgan qavmiy qarindoshlarım. Hammanglarga Allohning go'zal so'yi hidoyatlari bo'lsin. Vatanga bo'lgan so'yganini Alloh ziyoda qilsin. Ulug' Janob Alloh butun avri navlarimizning irfon bolamdik vatan tuyg'usi kuchliq. Vatan so'ygisi kuchliq. Oq qarni paqidigan insonlardan qilsin. Amin. O'ylab baqinglar qarindoshlar. Vatanni bilmaydigan bir chet elda tug'ilib cho'ng'igan bola shu zolim Xitoyning turmushida shahid bo'lgan, zolim Xitoyning dardini tortayotgan shu qarindoshlarimizning ismini sizib shu majid dunyosidagi butun xalqaro tunishtirib mana bugungi bu ishni o'rlashtiribdi. Buni biz turgan televizor ko'rib shunda faxrlandik bu bolamizdan. Biz bugun Jur'at efendi bilan ikkimiz kelib bu bolamni ziyorat qilyapmiz. Alloh bu bolaga bergan tuyg'uni bizga mi bersin? Butun qo'm qarindoshlarimizni bersin inshaalloh. Bu zolim kofirdan intiqom oladigan, zolim kofirga tang keladigan kuch-quvvatlarimizga Alloh qilsin. Ulug' Janob Alloh. Gapim tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.